Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men oddiy fuqaro sifatida sizga bir katta umid va ishonch bilan murojaat qilmoqdaman. Kecha 2025-yil 24-aprel kuni Buxoro viloyati Peshku tumani Quchoq Mefeye Quchoq qishlog'ida bir yildan mobaynida mana shu yerda arab tilidan kurs berib kelmoqdamiz. Lekin bilmadim nimagadir kecha o'zi kecha emas, bundan oldin bir necha bor shunaqa taqiqlar, shunaqa bir noqonuniy holatlar bo'lgan, lekin kechagisi juda oshib tushdi. Kecha kelishyapti. Men soat darsim 4 ta boshlansa 3:30 da talabalar kelgan va 3:30 da 40 ga yaqin ichki ishlar xodimlari kelishgan. Va men kelganimcha ulardan nimalardir qo'rqitib, nimalardir yozib yuborishga harakat qilishgan. Men 4 larda keldim. Nimaga bunday qilyapsizlar? O'zi bu yerga kelishga ruxsatlaringiz bormi? Prokurorning qarorimi, sudyaning qarorimi, nima hujjat bilan keldilaringiz deb o'zimni himoya qilish maqsadida telefonimni yoqib, o'zimni sinimat qilishni, o'zimni videoga olishni boshlaganimda o'sha yerdagi inspektor xodim, Ruslan ismli inspektor xodim majburiy ravishda qo'limdan telefonni tortib olyapti-da, ikkinchi Oybek ismli mahalla inspektori qo'limni qayirgan holatda sinfdan chiqarib yuboryapti. Bu qilayotgan ishlaringiz noqonuniy yigitlar, nima qilyapsizlar? Sizlar qonun himoyachisizlar. Bunday qilmanglar. Bu holatni ko'ryapti-da, sinfda 3 nafar talaba hushidan ketib qolyapti. Skor chaqirishyapti. Skor kelib, ularni o'ziga keltiryapti. Keyin hali gaplashamiz. Sen o'zingdan ko'rasan, men endi videoga olganimcha oldim va mana shu video olish jarayonimda Dilfuza ismli xavfsizlikdan bir ayol bor ekan, menga qarab uyat bo'lsa, neday bog' agar shu videolar chiqsa, men sen bilan shug'ullanaman. Ki o'zingdan ko'rasan deb shuncha odam yonida, bu yerda 20 ga yaqin guvohlar bor. Shular yonida o'sha ayol dag'dag'a qilyapti. Men o'zimni qonuniy huquqimni himoya qilmasligimni mendan talab qilyapti. Yana shu davlat xavfsizligida ishlar ekan. Shu yetmaganda bugun ertalab endi 24-aprel kuni soat 8 da uyimga terrorizm bo'limidan Nozim ismli shaxs bilan o'zi bilan 2 ta 3 ta ichki ishlar xodimlaridan olib kelib 8 deganda chiqib biz bilan hozir ichki ishlarga borasan, bormasang yaxshilikcha bo'lmaydi, hozir biz guruhga chaqiramiz, nepochinyonni qilamiz seni, yo'q degan dag'da qilyapti. Men aytdim, sizlar nimaga bunday qilyapsizlar? Nimaga umuman O'zbekiston Respublikasi qonuni, O'zbekiston qayerda ishlatasizlar sizlar? O'tirmoshingga deb dag'da qilganlardan keyin men aytdim, iltimos farzandlarimni maktabga uzatay hech bo'lmasa o'zi. Chunki hurmatli prezident, farzandlarim qo'rqib o'tiribdi-da. Qo'rqib o'tiribdi. Sizdan men ishonaman, ya'niki xalq bilan olib borayotgan muloqotingizga, siyosatingizga, qonun ustuvorligiga. Sizdan iltimosim, talabim qonuniy meni himoya qiling va farzandlarim ertalab turib maktabga, bog'chasiga qo'rqmasdan ketishsin.